Assalomu alaykum, sizlar Giyoradar yangiliklarni tomosha qilmoqdasiz. So'nggi xabarlarni eshitish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Bugungi dasturimiz Kamchatkada kuchli qor yog'ishi kuzatildi. Rossiyaning Kamchatka yarim orolida so'nggi 30 yil ichidagi kuchli qor yog'ishi qayd etildi, deb xabar bermoqda RBK. Petropavlovsk-Kamchatskiy shahrida qor qoplami ayrim joylarda 1-3 metrga yetgan bo'lib, ko'plab turar joylar, yo'laklar va avtomobillar qalin qor ostida qolgan. Oqibatda shahar infratuzilmasi faoliyati keskin izdan chiqqan. Mutaxassislarning ma'lumotiga ko'ra, ketma-ket kelgan bir necha siklon yarim orolga juda ko'p yog'ingarchilik olib kelgan. Phobos ob-havo markazi yetakchi mutaxassisi Mixail Lyusning aytishicha, Petropavlovsk-Kamchatskiyda qor balandligi 51 sm dan 133 sm gacha yetgan. Qo'shni Sosnovka qishlog'ida esa bu ko'rsatkich 163 sm ni tashkil etgan. So'nggi bir sutka ichida shaharda oylik yog'ingarchilik me'yoridan ko'proq qor yog'gan. Qalin qor sabab ayrim ko'p qavatli uylarning kirish yo'laklari butunlay to'silib qolgan. Ayrimlar uylarni birinchi qavat derazalari orqali tark etishga majbur bo'lgan. Vaziyatga qutqaruvchilar, ko'ngillilar, talabalar bo'linmalari va harbiylar jalb etilgan. Ular uyida qamalib qolgan fuqarolar hamda shoshilinch tibbiy yordamga muhtoj bo'lganlarni evakuatsiya qilish bilan shug'ullangan. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholini baland qor uyumlariga sakramaslik haqida ogohlantirdi. Idora ma'lumotiga ko'ra, qor ostida avtomobillar, panjaralar yoki o'tkir metall buyumlar bo'lishi mumkin. Bu esa jiddiy jarohatlarga olib kelish xavfini oshiradi. Shuningdek, qor ichida tiqilib qolish ehtimoli ham yuqori. Mahalliy boshqaruv kompaniyalari tomlardan qor qochishi mumkin bo'lgan joylarda to'siqlar o'rnatib, hovli va yo'laklarni tozalash ishlarini olib bormoqda. Rasmiylar ishlar sifatsiz bajarilgan taqdirda ma'muriy javobgarlik qo'llanishini ma'lum qildi. TASS xabariga ko'ra, shaharda qor ko'chkisi va tomlardan qor tushishi xavfi bo'yicha ogohlantirish tizimlari ishga tushirilgan. Kanada Xitoyni AQShdan ko'ra ishonchli hamkor deb biladi. Mark Karni. Kanada bosh vaziri Mark Karni Pekinda bo'lib, Xitoy raisi Si Szinpin bilan uchrashuv o'tkazdi. Kanadaliklar yetakchisi ikki davlat o'rtasida strategik hamkorlik davri boshlanganini e'lon qildi. U, shuningdek, Xitoyning harakatlarini bashorat qilish AQShdan ko'ra osonroqligini ham ta'kidladi. Karniga ko'ra, tobora mustahkamlanib borayotgan munosabatlar har ikkala mamlakat uchun tarixiy yutuqlar olib kelishi mumkin. Kanada bosh vaziri Pekinga Qo'shma Shtatlar bilan savdo munosabatlari taranglashgan bir vaqtda bordi. Xitoy mamlakatning AQShdan so'ng ikkinchi eng yirik savdo hamkori hisoblanadi. Kanada bosh vaziri xitoylik hamkasbiga murojaat qilib, hamkorlik aloqalarining qutblanish kuchayib borayotgan bir vaqtda rivojlanayotganini ta'kidladi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat xavfsizligi, energetika mahsulotlari va moliya kabi sohalarga e'tibor qaratishga chaqirdi. Uchrashuvda, shuningdek, tomonlar savdo kelishuviga erishilganini ma'lum qildi. Karniga ko'ra, Xitoy Kanadadan import qilinadigan kanola urugiga qo'yilgan bojxona tariflarini 84% dan 15% gacha tushiradi. Kanada esa Xitoyda ishlab chiqarilgan elektromobillarga 100% lik tariflarni yumshatib, qariyb 50 ming mashinani 6% boj bilan olib kirishga rozilik berdi. Mark Karni 2017 yildan beri Xitoyga tashrif buyurgan ilk Kanada bosh vaziri hisoblanadi. Ikki davlat munosabatlari Huawei moliyaviy direktori Men Wanzhou Vankuverda hibsga olingan 2018 yildan so'ng keskinlashgan. Bu o'zaro hibslar, bojlar va inson huquqlari buzilishi bo'yicha ayblovlarni ergashtirib kelgandi. Eronda tartibsizliklar paytida 50 dan ortiq masjid yoqib yuborilgan. Oliy rahbar Ali Xamenei mamlakatga yetkazilgan zarar va qurbonlarda bevosita AQSh prezidenti Donald Trampni aybladi. 17 yanvar Sputnik. Eronda norozilik namoyishlari paytida 50 dan ortiq masjid va 180 ta tez yordam mashinasi yoqib yuborilgan. Bu haqida Rossiyaning Erondagi elchixonasi ma'lum qildi. 3 kun davomida 180 ta tez yordam mashinasi yoqib yuborildi. Faqat Tehronda 26 ta bank va 25 ta masjid yoqib yuborildi. Mamlakat bo'ylab jami 53 ta masjidga hujum qilindi va yoqib yuborildi. Bu nafaqat Eron, balki barcha musulmon mamlakatlarda misli ko'rilmagan holat, deyiladi elchixona materiallarida.
Elchixona ma'lumotlariga ko'ra, hatto yaralanganlardan ham qasos olish holati sodir bo'lgan. Yaradorlar yo'q qilindi. Bir holatda odamlar yaradorlarni kasalxonaga olib borishga uringanlarida bir guruh ko'ngillilar yordam berishni taklif qilishdi, ammo keyinchalik 11 yaradorning barchasi boshidan otilgan holda topildi, deyiladi maqolada. Eron rasmiylari tartibsizliklarni terroristlar deb atashdi va tartibsizliklarni uyushtirishda Isroil va Qo'shma Shtatlarni aybladilar. Oliy rahbar Ali Xamenei tartibsizliklar vaqtida mamlakatga yetkazilgan zarar va qurbonlarda bevosita AQSh prezidenti Donald Trampni aybladi. Bugungi yangiliklarimiz shundan iborat. Bizni kuzatishni davom eting.